Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidanman. Ismim Jumagul, familiyam Mashhurova. Hozir nafaqada o'qituvchiman. Menda asosan kuchli shamollash bo'lgan, qo'l oyoqlar shamollashligi,dan poliartritga, revmatizmga o'tib ketgan. Shuning uchun uzoq vaqt davolandim, lekin yaxshi natija ololmaganim uchun mana shu klinikani internet orqali topib kelganman. Asosan o'zimning vrachim bor. Surxondaryoda o'sha vrach bilan kelishgan holda davolanaganman. Deyarli 5 yildan ko'p davolandim. Davolanishdan oldin shu bo'g'inlarda juda ham ko'p og'riq bor edi. Doktorim ham doim harakatda bo'ling deb aytgan. Faqat davolanib turishingiz kerak degan uchun uni aytgan nimasi bo'yicha yurganman. Deyarli katta kichik bo'g'inlar hammasida og'riq bor edi. Menda ko'proq bo'g'inlarim ko'chib yuruvchi og'riq edi. Bitta men qo'lim og'risa 1-2 kundan keyin boshqa bo'g'inga o'tadi. Ana shuning uchun doktor aytgandi, ko'chib yuruvchi og'riq. Uyda yurganda ancha oldin sezib yurganman, lekin biz Surxondaryoda aniqlamaganmiz. Poliartritni faqat Toshkentga kelgandan keyin aniqlaganman. Ular haqida 23-yil eshitganman. Unda asalarni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. O'sha vaqtda internetda ko'rganman-da, juda ko'p o'yladim, borsam foyda bo'larmikan. Menga o'xshash kasallar juda ko'p yozishdi. Keyin yo'q, endi qat'iy qaror qildim, o'shanga boraman. Vrachga endi to'xtataman ukol-dorini deb kelganman. Bir 6 oylar kuzatganman. Ikkilanish bo'lar ekanda odamda, qanday kelajakda menga foyda bo'ladimi, yaxshi bo'lamanmi, yoshi ukol-doriga o'tirib qolamanmi degan narsa odamni ikkilanish qilar ekanda. Keyin boshqalardan so'ragandim. Internetda juda ko'p shuna asalari bo'yicha juda ko'p o'qidim. Ana uni foydasini shunday bo'ldi deb eshitdim. Tanishlarim aytdi. Shundan keyin harakat qildim kelishga, mana kelyapman. Asli tavakkal bilan kelganman. Qani yaxshi bo'lamanmi, yo'qmi? Lekin keyinchalik 3 kunda o'sha rezultatini bilganimdan keyin bo'ldi. Endi faqat mana shu yerda davolanaman. Birinchi kelganimda juda qo'rqqanman. Chunki asalariga menda juda moyillik kuchli, allergik kuchli. Keyin qo'rqaman, qanday nima bo'ladi? Bitta qanday igna kirsa qancha qo'rqasiz. U asalarini nishi. Shundan keyin juda ham qo'rqqanimdan keyin qo'rqmang dedi. Hech qanday nimasi bo'lmaydi dedi. 1-2 kun qiynalsangiz ham keyin yaxshi o'tib ketadi. Bu yerdagi doktorlarni, saydoxonlarning muomalalari, hamshiralarning, oshpazlarning muomalalari menga juda ham yoqqan. Ular shirin so'zligi bizlarni kasalimizni esimizdan chiqarib qo'ydi. Ana shundan odam qancha og'riqni ham sezmas ekansizda. Rostdan hamda juda og'riq kuchli bo'ladi, lekin o'tib ketadi deganda ular shirin so'zligi odamda bir dilga yaqin gaplari og'riqni ham esdan chiqarar ekan. Shuning uchun men bu yerga juda havas qilib kelaman. Juda yuqori. Birinchi kelgan nimamda sal yuqoriroq edi poliartrit foizi. Keyin 3 kunda asta-asta sezildi menga. 3 kunda oyog'im og'rib, zo'rg'a yurib kelganman. 3 kundan keyin o'sha oyog'im bosib, yaxshi yurib boshladim. 7 kunda batamon yaxshi bo'lib ketganman. Albatta natija deb qabul qilaman-da, chunki 3 kunda o'sha narsa sodir bo'lyapti. Oyog'ingiz, qo'lingiz og'rib yotgan narsa aridan birdan yaxshi bo'lsa, siz juda xursand bo'lib ketasiz-da. Shuning uchun 3 kunda menga sezilgan bu narsa. Shuning uchun men bu nimani nima deydi, 7 kunda butunlay oyog'im og'riqlari qolib, juda katta ta'siri bo'lgan. Poliartrit foizlari tushib ketgan keyin juda yaxshi natija deb bilganman. Chunki nima deydi, odam qo'rqib keladi. Og'riq yaxshi bo'ladimi, yo'qmi deb juda qo'rqib kelasiz, natija bo'ladimi. Lekin natijani ko'rganingizdan keyin ko'nglingiz juda ko'tariladi. 50%, 40% deb hisoblaganman-da og'riqni. Deyarli yaxshi bo'ldim deb o'zimga nima qilib ketganman. 4 oyda kelsam, o'sha yaxshi bo'ladi. Baribir endi uy sharoitida sal sovuqlik bo'ladi, u bo'ladi. Sal shamollashingiz kuchayibdi, endi yana qayta nima qilamiz. Sal orani o'tkazib keldim men. O'sha 2 oyda kelishim kerak edi. 2 oy cho'zilib ketdi. Keyin lekin yaxshi. Hozir yaxshiman ancha. 70%lardan qutuldim deyman.
70% aniq aytaman qutuldim deyman. Men aytaman, o'ylanmasdan kelish kerak ekan. Vaqt o'tkazmasdan o'z vaqtida kelsa, odam ancha o'ziga e'tibor berar ekan. Hech qachon qiynalmasdan kelish kerak bu yerga. Shifo topar ekan bu yerda. Yo'q, men shifo topmayman, qiynalaman, qo'rqaman degan narsani yig'ishtirib, bemalol erkin holda kelib, mana shu yerda davolanish kerak ekan. Beradi, allergiya beradi, lekin bularda hamma sharoiti bor. Allergiyani qaytaruvchi nimalar bor. Birdaniga bermaydi. Bir 4 kun, 5 kunda berishi mumkin. Birdaniga hech narsa bermaydi allergiya. Lekin bularda hamma sharoiti bor. Allergiyani qaytaruvchi ukol dorilarigacha bor, tabletkasigacha bor, hammasi juda yaxshi qaraydi. Endi ularga ham tezroq davolanib, shifo topib ketishini tilayman. Hammasiga iloji boricha o'ziga e'tibor berishni, kelib davolanishni, ko'proq asalaridan marhamat bo'lishini tilayman ularga. Agar buni oldinroq bilganimda, bundan ham oldin kelar edim. Faqat men kechroq bildim, sal o'tkazdim. Ochilgan vaqt bilganimda hozir butunlay sog'ayib ketgan bo'lardim. Bu klinikaga men juda omad tilayman. Rivojini bersin. Ishlarini rivojini bersin. Sihat salomat bo'lib yursin. Rahmat bularga. Doim men bor ekanman, bularni doim duo qilib turaman. Bularni qo'llari dard ko'rmasin. O'ta shirin muomalasi bilan davolaydigan doktorlar bu eng yaxshi shifoni deyiladi. Aytaman, ular juda qiziqadi. Birinchi borganimda juda yaxshi bo'lib qopsiz dedi. Chunki ko'chaga chiqqanda gurung qilganimizda oyog'im og'riyapti, zo'rg'a yursam, keyin bu yerdan borgandan keyin voy muncha yaxshi bo'lib qoldingiz dedi. Meni chunki poliartrit juda ariqlatib yuborgandi. Juda men to'ladan kelgan nima edim. Keyin 2 yil ichida rosa ariqlab ketdim. Bu yerga kelib birinchi kelib davolanib ketdim, o'sha asta-asta o'zimga kelib boshladim. Hozir endi ozroq o'zimga kelganman. Oldin birinchi kelganimda juda nima edimda, borganimdan keyin hammasi aytdi, voy dedi, birdan dedi 7 kunda sizga sezilibdi dedi. Birdan ranglaringiz ochilib ketdi dedi. To'g'risida bizlarda oldingi kelganimda Farg'onaga bir ayolgina keldi, juda yosh. Mendan nima poliartriti juda kuchli ekan uniki. Voy dedim, hali sen juda yoshsan-ku desam, nima qilayin shunday ahvolga tushib qoldim dedi-da. Lekin men o'zim uning oldida shukr qildim, Xudoga shukr, men o'zimga e'tibor bergan ekanman dedim. Albatta dushmanim o'ta yomon kasal bu. Bu kasal bilan hazillashib bo'lmas ekan. Shuning uchun vaqtida davolansangiz, nima deydi, Alloh ham sizni saqlar ekanda.